Assalomu alaykum. Rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays orqali mukammal umra qilishlikda siz aziz yurtdoshlarimizga taklif qilamiz. Centrum Holidays Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri Mustaqillik ko'chasi 692-uydan xudo xolasa sizlarga noyabr oyi umra narxlari bo'yicha to'liq ma'lumotlarni yetkazib beramiz. Rasmiy litsenziyaga ega bo'lsin, 14 ta viloyatdan joylaringni bron qilish imkoniyati yaratilgan. Siz aziz yurtdoshlarimiz uchun biz shart-sharoitlarimiz to'g'risida ma'lumot beramiz. Undan keyin narxlarimiz bo'yicha, ish tartibi bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Va biza xudo xolasa sharoitlarimiz Madina Munavvarada 100, 200, 300 metr oralig'idagi gastnitsalar, Makka Mukarramada 1,5 kilometr, 2,5 kilometr oralig'idagi gastnitsalarimiz xudo xolasa avtobus qatnovlari to'xtovsiz amalga oshiriladi. 4, 5 6 daqiqada inshaalloh haram hududiga yetib borasizlar. Va bizda Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari, odatiy o'zimizni po'rlarimiz, odatiy o'zimiz O'zbekistonda qanaqa ovqat yesak, aynan shunaqangi taomlarni tayyorlab taqdim etishadi. Va eng asosiysi yuqori yillik tajribaga ega 50 boshlarimiz sizlarga yo'l boshchi bo'lishadi. Sizlarga 50 boshchilik qilishadi, mukammal umra qilishliklaringga sababchi bo'lishadi albatta. Va bundan ham tashqari bizda ziyoratlar masalasi Madina Munavvarada Ravza Sharifga inshaalloh juda ham ko'p barcha ziyoratchilarimiz kirishyapti, muammo bo'lmaydi inshaalloh. Bundan tashqari Xurmo bog'ida ziyofat va aksariyat joylarda yo'q Qur'on bosmaxonasi bizda bor. Makka ziyoratlaridan keyin Qizil dengiz sayohati va bizda eng asosiysi Toif shahriga ziyoratni amalga oshirasizlar. Aynan ushbu sharoitni biz yaratib bemalol paketimizni standart plus paket desak ham bo'laveradi. Toifga borib qaytayotganda ikkinchi marotaba umra qilishlik imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Juda ham katta foydali ziyorat qo'shganmiz siz aziz yurtdoshlarimiz uchun. Bizda standart paketimizda ham Toif shahri bo'ladi. Shunga e'tibor qilib qo'yasizlar inshaalloh. Va bundan tashqari biz firma tomonidan taqdim etiladigan narsalar sizlarga bejik beriladi. Hurmatli umra safariga bizdan yoki boshqa firmadan borayotganlar, aynan mana shu bejikni namoz vaqtida, namozga, haramga borganlaringda yoki boshqa bozorga, boshqa joyga borganlaringda aynan mana shu narsani taqib yurishlarini sizlarga tavsiya qilamiz. Mabodo yo'qolib qolsalaring, sizlarga mana shu raqamlar orqali topib olish imkoniyatiga ega bo'linadi. Va bundan tashqari bizi firmada albatta kamzillar beriladi. Bu kamzil bizi firmadan lilaringni 50 boshli ajratishlik uchun va undan keyin sizlarga sumkalar taqdim etiladi. Aynan mana shunaqangi sumkalarimiz siz aziz yurtdoshlarimizga berilish sababi asosiy yonlaringda olib yuradigan narsalaringni solib olishlik uchun va Masjidul Haramga kiryapti. Ko'pchilik oyoq kiyimni yechadi. Aynan shu oyoq kiyim yechilganda oyoq kiyimlarni solib yurishlik uchun. Va juda ham ko'p ziyoratchilarimiz uchun, yoshi katta hojona hojotalarimiz uchun samolyotda uxlab ketish imkoniyatini yaratgan holatda sizlarga aynan mana shunaqangi bo'yin uchun maxsus yostiqchalar beriladi. Bemalol uxlab ketish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Aynan bunaqangi sharoitlar bizning kanalimizda, bizning obunachilarimiz uchun. Endi eng asosiysi narxlar masalasiga kelamiz. Takrorlanmas va eng arzon narxlar faqatgina bizda bo'ladi. 22-Toshkent Madina, 29-Toshkent Madina yo'nalishidagi reyslarimizni inshaalloh siz aziz yurtdoshlarimiz uchun $1020 chegirma qilib beramiz. Va endi 23 Farg'ona Madina, 24 Farg'ona Madina, 29 Farg'ona Madina hamda 30 Farg'ona Madina yo'nalishidagi reyslarimiz esa $1035 dan qilib belgiladik va orada Farg'ona Jidda reysimiz bor. Buni ham narxini $1020 qilib belgiladik va undan ham tashqari inshaalloh yana siz aziz obunachilarimiz uchun Namangan Jidda 24-dagi reysimizni sizlarga $1020 qilib beramiz va Namangan Madina 27-noyabrdagi reysimiz esa $1035 qilib beramiz. 5 kishidan yuqori bo'lib bormoqchi bo'layotganlarga juda ham sezilarli darajada chegirmalarimiz bo'ladi
va bizga hisob raqam beramiz. Hisob raqamga bank orqali to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'ladi. Bizda barchasi qonuniy hisoblanadi. Va undan ham tashqari sizlarda har qanaqangi o'ylantirgan savollar bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib to'liq ma'lumot olsalaring bo'ladi. Va bundan ham tashqari Tojikistondan bormoqchi bo'lgan ziyoratchilarimiz uchun bemalol bizga aloqaga chiqsalaring, sizlarni umra safariga jo'natishlikka bizda imkoniyat bor. Narxlar sizlar uchun ham bir xil hisoblanadi. Yana vizalaring bo'lsa minusini qilib beramiz. 2 yoshga to'lmagan farzandlaring uchun esa sizlarga viza to'lov olinadi. 2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan farzandlaring uchun $100 chegirmasi bo'ladi. Undan ham tashqari esa 7 yoshdan 18 yoshgacha, ya'ni maktab o'quvchilarini jo'natish litsenziya qonun qoidasida mumkin emas. Biz bilan mukammal umra qilinglar. Bir umraga tatigulik umra safarlaringda Centrum Holidays firmasi ishonchli hamsafar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.